Hozir sizlar bilan trendda bo'lgan fasonimiz, 12 chokli fasonimizni modellashtirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ayollar to'g'ri bichimdagi asos andozasini yaxlit asosi kerak bo'ladi. Mana shunday holatda o'rtasidan mana shu vitichkamiz bilan tenglashtirib, chiziq tortib olamiz. Va mana shu vitichkamizdan bel nuqtamiz o'rtasidan ham vitichkamiz uchun vitichka qilishimiz uchun chiziq tortib olamiz. Bu yondagi vitichkamiz doimo mana shu ko'krak vitichkasidan 2 sm, pastidan ham 2 sm kalta bo'lishi kerak. Bu tomonidan ham mana shu vitichka nuqtasi va bel nuqtasini o'rtasini topib olib, mana shunday holatda yana bundan ham 2 sm kalta qilib vitichka uchun chiziq tortib olamiz. Va mana shu vitichkalarimizni bu vitichkamiz uch edi. Mana shu vitichkamizni bunga bu vitichkaga olib o'tamiz, ko'chirib yarmini olib o'tamiz. Masalan, bu uch bo'lsa 0.75 dan olib o'tamiz va bu vitichkamiz ham 0.75 dan qolishi kerak. Shunda belimiz ichiga kirib, yonidan ham mana bu vitichkamiz ichiga kirib, juda ham chiroyli holatda turadi. Bu vitichkamizni ham 0.75 dan qisqartirib olamiz. Bu vitichkalarimizni esa pastki bo'ksa chizig'imiz bilan birlashtirib tutashtirib olamiz. Mana chizib oldik. Endi esa biz mana shu bel vitichkamizni ko'krak markazigacha kesib ochib olamiz. Ko'krak markazigacha kesib olib kelishimiz kerak. Endi esa ko'krak vitichkamizni yopib olamiz. Ko'kragimizni uchigacha olib kelamiz, lekin uzib yubormaymiz. 1 minutga qoldirishimiz kerak. Endi esa mana shu vitichkamizni bekitib olamiz. Vitichkalarimiz mana shunday chiroyli holatda yopilishi kerak. Bu oshiqchalarimizni kesib tashlaymiz. Yelkamizni esa mana shunday tekis qilib korreksiya qilib tashlaymiz. Mana ko'krak vitichkamizni yopib oldik. Endi esa bo'ynimizni o'rta qismini topib olamiz. Mana shunday. Mana shu yelkamizni esa o'rtasini topib olamiz. Endi esa mana bu yerda o'rtamizni topib olamiz va qo'ltiq uchidan 2-3 sm belgilab olamiz. Bo'ynimizni o'rtasidan belgilagan nuqtamizni mana shu ko'kragimiz uchiga avallashtirib, tutashtirib olib kelamiz. Endi esa bu nuqtamizni mana shu avallashgan chizig'imizga qarang qilib o'rtadagi chizig'imizni birlashtiramiz. Endi esa nuqtamizni bu ko'krak markazimiz bilan birlashtirib olamiz. Bu nuqtamizni esa bu vitichkamiz uchi bilan birlashtirib olamiz. Endi esa bu yelkamiz uchi va bo'ynimizni o'rta qismidan mana shu o'rtasini aniqlab topib, mana shu vitichkamiz bilan birlashtirib olamiz. Mana shunday holatda. Mana shunday holatda chizib olamiz. Endi esa mana shu vitichkalarimiz juda kerak emas, olib tashlaymiz.
mana shu 0.75 qoldirgan chizig'imizdan kesib olib tashlaymiz bu chiqamiz. Endi esa bu chiziqlarimizni kesishimizdan avval ularni kesishimizdan avval biz raqamlar belgilab olishimiz kerak, adashib ketmasligimiz uchun. 4 5 6 va har bir chopimiz o'rtasiga telefon lastiklarimizni qo'yamiz. Bu matoda to'g'ri joylashishi uchun. Har doim mana shu telefon lastiklarni qo'yishni unutmang. Ko'pchilik tikuvchilarimiz mana shu beldagi bitchkani mana shu yo'lga olib o'tishmaydi. Siz biling, mana shu joyga, mana shu chizig'imizga ham bitchkamizni olib o'tsak, libosimiz juda ham chiroyli bo'ladi. Endi esa kesib olamiz. Bizga bitchkalar kerak emas, biz olib tashlaymiz. Mana shu liniyalarimiz iloji boricha bir xil chiqishi kerak. Bitchkamizni o'qisini ham kesib olib tashlaymiz. Mana bu ikki chapli faslimiz tayyor. Mana trenddagi bu ikki chapli faslimiz tayyor. Bu esa matoda joylashishi. Agar matoyimiz qutli mato bo'lsa, mana shunday holatda bir xil joylashtiramiz. Agar tutsiz mato bo'ladigan bo'lsa, bularni qarama-qarshi qilib joylashtirsak ham bo'ladi. Faqat belidan pastini 3 sm uzunligini qilgan bo'lsak, ana shunday teng holatda joylashishi kerak. Bunga kengayishni 5-10 sm dan berib chiqamiz hamma tomoniga, lekin mana shu eng o'rtasiga esa kengayish bermaymiz. Qolgan hamma tomoniga kengayish berib chiqamiz. Va agar 5 sm kengayadigan bo'lsak, yuqoriga 1 sm, 10 sm kengayadigan bo'lsak 2 sm. Agar bu ikki chapli fason emas, bu ikki chapli fasonda 15 sm kengaytiradigan bo'lsak, juda ham keng bo'lib chiqadi etak qismi. Agar boshqa ortli kalem, yetkili fasonlarimizda esa agar 15 sm kengayish beradigan bo'lsak, mana shu burchaklar osilib qolmasligi uchun 10 sm hamma tomonidan yuqoriga chiqamiz. Faqat buni o'rta qismida 1 sm chok haqqimiz uchun tashlaymiz. Bunda bu tomonga ham kengayish bermaymiz, yuqoriga ham chiqmaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin.